Hammaga ma'lumki, Instagramga yangi funksiya, ya'ni izohlarga rasm joylash imkoniyati qo'shildi. Bu juda ham tez ommalashdi va deyarli har bir video ostida kimdir do'stining zapal rasmlarini joylamoqda. Hozir sizlar bilan buning qonuniy oqibatlarini ko'rib chiqamiz. Agar kimdir sizning rasmingizni sizning ruxsatingizsiz internet tarmoqlariga joylasa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 141-moddasi, ya'ni shaxsiy hayot daxlsizligini buzish va Fuqarolik kodeksining 100-moddasi, ya'ni fuqaroning tasvir huquqi talablariga muvofiq javobgarlik yuzaga keltirilishi mumkin. Bunday holatda vaziyatning og'irligiga qarab ma'muriy yoki jinoiy javobgarligi choralari qo'llanishi, shuningdek, fuqarolik tartibida ma'naviy zarar uchun kompensatsiya ham undirilishi ham mumkin. Shunday ekan, zapallarimni kommentlarda yubormang.